Assalomu alaykum. Mana yana doktor javob beradi ko'rsatuvingiz e'tiboringiz markazida. Jonli efirda albatta bizni tomosha qilyapsiz. Barchaga yana bir bora qaynoqqina salomlar deyman, chunki kunlarimiz tobora isib boryapti. Yoz mavsumiga ham juda oz kunlar qoldi. Bahorning so'nggi kunlari. Lekin bu so'nggi kunlardan kimdir xursand bo'lishi mumkin. Aynan mavsum bilan bog'liq kasalliklar ularni tark etayotgandan xursand bo'lishadi. Demak, bugun aynan mavsum bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarga e'tibor qaratamiz. Ya'ni hozir shifokorimizni tanishtirsam, o'zingiz yana ham amin bo'lasiz. Bugun ham bizga yo'q demasdan, vaqtlarni ayamasdan, tajribalarni, bilimlarni ayamasdan kelgan mutaxassisimiz borlar. Ularga alohida rahmat aytaman. Bizni tomosha qilayotgansiz, qadrli muxlislar nomidan. Demak, bugungi dasturimizning mehmoni tajribali shifokor, oliy toifali shifokorimiz allergolog Xushnud Ahmedovni taklif etganmiz. Demak, bugun mavsumiy allergiya haqida suhbatlashamiz. Xushnud aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat. Ism insonni hayotiga ta'sir qiladi deyshadi. Xushnud ismi bu sizni nafaqat hayotingizga, balki sizni o'sha yordamingizga muhtoj bo'lgan bemorlarga ham ta'sir qilsa kerak-a? Albatta, juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. O'sha ism Xushnud degani bu odamlarning ko'nglini olib, xushnud qilib yurish uchun shunaqa bo'lsin deb ota-onam shunaqa ism qo'yganlar. Bu kasb bilan ham yana aloqador bo'lib ketgani? Albatta. Juda ham o'sha qoyil qolarli darajada. Oilada boshqa shifokorlar bormi yana sizdan? Kimlar? Kardiolog bor, akam. Voy, yana kimlar bo'ldi? Kardiologlar. Bitta. Ikkita shifokorimiz. Eng asosiy shifokorlar bor ekan oilada. Baribir lekin o'sha aytishadiki, shifokorlar o'zini oila a'zolariga shifo ulashayotganda birozgina qo'rquv bo'ladi, cho'chishadi deyshadi. Bu qanchalar rost? Juda ham to'g'ri. O'zini farzandlarini yoki oila a'zolarini ayaydi-da. Ayagandan keyin unga kuchliroq dori berib qo'ymaydi deb to'g'ri yondasha olmaydi. Shuning uchun begona shifokor davolagani yaxshi deb aytadi. Begona shifokor davolagan. 7 o'lchab, bir kesib, ancha o'ylanishga to'g'ri keladi. Shunaqa. Boshqa shifokorlarni tavsiya qilasizmi keyin siz? Albatta, boshqalar bilan maslahatlashib, o'zingiz ko'rib bering, men ayayapman shekilli deb aytamiz-da. Shuning uchun boshqa shifokorlar davolagani yaxshi. Albatta. Ishonamiz. Albatta, bu endi hayotiy haqiqatlar. Ko'pchilik tag'in noto'g'ri tushunmasin. Buni ya'ni shifokorlar o'zini yaqinlariga ayab qarashadi, boshqalarga boshqacha emas. Shunchaki qo'rquv bo'ladi. Masalan, ko'pchilik ming tajribali shifokor bo'lishi mumkin. Kasb nuqtai nazardan o'zini oila a'zolariga kelganda o'sha birozgina titroq bo'ladi. Bu tabiiy holat, hammamizda shunaqa albatta. Bugun demak, mavzuyimizni e'lon qilib o'tdik. Mavsumiy allergiya. Umuman bu yo'nalishni tanlash qanaqa bo'lgan sizda, Xushnud aka? Aynan allergiya bilan bog'liq. Chunki shunaqa kasalliklar bor, endi aniq ko'zga ko'rinadi, darrov payqash mumkin. Masalan, oddiy tekshiruvlarda ham aniqlasa bo'ladi. Endi to'g'ri, bugungi kunda allergiya bilan bog'liq holatlarni ham darrov farqlash mumkin, lekin biroz murakkab holat deb hisoblayman endi meni nazarimda. Hozirgi zamonaviy meditsinada rivojlangan tibbiyot juda ham yaxshi. Chet elda rivojlangan davlatlarda qanaqa apparatura bo'lsa yoki tekshirish usullari bo'lsa, bizda ham shular hozir mavjud. 2 millilitr qon olib, aynan nimadan allergiya borligini aniqlash mumkin. Oldin qiynalardik, terilarga kesib o'tirardik. Teriga kesganda agar allergiyaga qarshi dori ichgan bo'lsa ko'rsatmasdi. Homiladorlarga mumkin emas dedik. Voy, yoshing to'g'ri kelmaydi, yo qo'shimcha kasaling bor. Bir necha qarama-qarshiliklar bo'lardi. Hozirgi kunda 2 millilitr qon bilan bir necha xil allergen turlarini aniqlash mumkin. Hatto bu 200 dan ortiq deb eshitdim. Bu qanchalik rost? 300 ga yaqin. Bittada hattoki molekulasigacha aniqlab berish mumkin. Darajasigacha. Molekulyar allergiya diagnostika degan hozirgi kunda yo'lga qo'yilgan. O'sha molekula yana qaysidir moddada bo'ladigan bo'lsa, uni ham ehtiyotkorligini qilishimiz kerak bo'ladi. Molekulyar darajada rivojlangan hozirgi kunda. O'sha yillab endi ba'zi bir insonlar o'zlariga azob berishadi-da, o'sha burun bitish holatlari, go'yoki doimiy shamollashdek, hatto ular shamollashdan bir necha marotaba davolanish uchun
o'sha dori darmonlarni qabul qilishadi, kerak bo'lmagan dorilarni ham qabul qilishadi va natijasi ham yo'q, hayratda qolishadi. Nega men doimiy kasalmanmi? Shunaqa stress holatlarini ham hattoki ko'rganmiz va bugungi kunda demak mana shunaqa yechimlari bor. Bu hech qancha vaqt talab etmaydi, to'g'rimi? Tekshirishga masalan natijalari qanchada chiqadi? Bir kunda. Bir kunni o'zida chiqadi. Bugun topshirsa ertalabga tayyor bo'ladi. Bir sutkada tayyor. Nimani kutyapsiz? Agarda sizda ham shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, aynan allergiya bilan bog'liq holatlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekranda raqamlar ko'rsatilgan, bir emas, ikkita raqam, aynan ularga to'g'ridan-to'g'ri qo'ng'iroq qilish imkoniyati bor. Shifokorimiz Xushnud aka qo'ldan kelgancha bor tajribalarni ishga solib, bilimlarni ishga solib, sizga javob berishga tayyorlar. Faqatgina aynan ularni yo'nalishlaridagi savollarni berishga harakat qilasiz. Chunki ko'pchilik boshqa kasalliklar bo'yicha ham murojaat qilishadi. Endi to'g'ri, shifokorlar boshqa kasalliklarni ham bilishadi, lekin o'z yo'nalishlari kabi chuqur emas. Shuni ham inobatga olgan holda mavzu yuzasidan biz qo'ng'iroqlarni kutib qolamiz. Tezroq bo'lasiz, imkon qadar hali bor-ku, keyinroq qilarman demang, chunki bog'lanib bo'lmaydi bir urinishda. Shuning uchun bir necha marotaba qo'ng'iroq qilib dasturga bog'lanish imkoniyati bor sizda. Umuman mana mavsumiy allergiya dedik. Aynan bahor kelishi bilan yoki qaysidir bir o'simliklarni gullash davriga to'g'ri kelgan paytda kimlardadir juda ham yomon holatlar boshlanadi va ular o'zlarini o'sha paytlarda juda ham bir stressli, kayfiyatsiz va albatta yechimsiz tutishadi go'yoki. Bunaqa mavsumiy allergiyalarga bo'lgan hozirgi kunda tashxislash va davolash choralari qay darajaga borib yetdi? Ko'pchilik bahor kelishi bilan xursand bo'ladigan bo'lsa, ba'zi bemorlarimiz bor. Bu yil bahorni qanaqa o'tkazarkanman degan xavotirda bo'lishadi. Bunaqa bemorlarimiz mana shu aprel oyi, mart oyida boshlanishi bilan ularda burun bitadi, aksirish bo'ladi, ko'z qichiydi, hattoki yo'tal bo'ladi, hattoki nafas qisish holatlari bilan ular kutib olishi mumkin-da. Ularda har yil mana shu o'simliklar gullaydi. Har yil gullaydi va yildan yilga bu yana kuchayib ham ketishi mumkin. Shuning uchun bunaqa bemorlarimizga aytamiz, biz o'z vaqtida murojaat qilib, kuchaytirmasdan aniqlab, qaysi o'simlik, qaysi o'tdan yoki qaysi daraxtdan beryapti, ularni biz o'sha qon orqali aniqlab, o'shanga qarshi maxsus davolash usullarimiz bor. Hozirgi kunda asid terapiya deydi, bu allergiya spetsifik immunoterapiya degani asid qisqartirilgan bo'ladi. Xalq tilida emlash deb ham yuritiladi. Mana shu emlashni bizlar boshlaymiz mavsum tugagandan keyin, noyabr oylarida hamma o'simliklar guli yerga tushib, o't o'lanlar hammasi uyquga ketganda biz o'sha asid terapiyani boshlaymiz. Asid terapiya nima degani? O'sha aniqlab olamiz oldin, qaysi o'simlik, masalan, ajriq boshimi yoki supurgi o'tmi yoki kunga boqarmi, shunga o'xshagan yovvoyi o'tlarni aniqlab olamizda, o'shani o'zini allergeni bo'ladi. Maxsus uni organizmga kichkina dozadan kiritib boriladi va yuqori dozagacha olib chiqiladi. Shunda organizm bunga moslashadi. Hali zaharni zahar kesadi degan gap bor-ku. Immunitet hosil bo'ladi. Buni 3 yildan 5 yilgacha olib, ko'pchilik bemorlarimiz bemalol qutulib ketadi. Butunlay sog'ayib ketgan bemorlarimiz ham bor. Ko'pchilik qunt qilmaydi-da, 1 yil oladi, keyingi yaxshi yuradi, keyingi ozgina yaxshi yuradi yoki voy bo'lmadi deydi-da, tashab qo'yadi. Bunga kamida 3 yil davomida, 3 yildan 5 yilgacha deb aytiladi adabiyotlarda. Qiladigan bo'lsak, shu 100% ham erishish mumkin. Yaxshi natijaga erishish mumkin. Bizda qo'ng'iroqlar bor, demak qo'ng'iroqlarni qabul qilishni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Doktor javob beradi, marhamat. Qanisiz? Shu yerdamisiz? Aloqa sifati biroz pastroq. Iltimos, javob bering. Menmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz javob beramizmi desak, sizdan so'rayapmiz endi javob bering deb. Marhamat, o'zingizni tanishtiring, savolingiz. Televizorning ovozini pasaytirib qo'yamiz, iltimos. Iltimos, bir-birimizni yaxshi eshita olmaymiz, yaxshi tushunmaymiz. Televizorni pasaytirib, telefon orqali gaplashamiz, iltimos. Yo'q, bunaqa holatda biz gaplasha olmaymiz, iltimos qilamiz.
telefon orqali gaplashing, hurmatli muxlis. Rahmat sizga. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz bizga? Xorazm. Ismingiz? Alisher. Alisher aka. Marhamat, qanaqa savolingiz bor doktorimizga? Menga aytishdi, allergik yo'tal borda menda, ham nafasim siqadi. Sen nima qilsam bo'ladi? Qanaqa davolatsam bo'ladi? Tushunarli bo'ldi sizga. Bemalol siz ham ularga savol berishingiz mumkin, tushunarsiz bo'lsa. Yo'tal bo'lganda tomoq qichishib yo'talishlar bo'ladimi, hidgami, changami, nimadan keyin ko'proq bo'ladi? Hid bilan changga juda yo'talib, nafasim siqib qoladi. Yurganimda o'zi yo'tal boshlanib, nafasim siqib qoladi-da, yura olmay qolaman. Mavsumga bog'liqmi? Bahordan kuzgachami yoki yil bo'yi bezovta qiladimi? Yil bo'yi bezovta qiladi, lekin qish kelganda o'zi juda bezovta ko'p qiladi. Lekin men nima tortaman-da, Polaris tortaman, normalni yurmay 2 kun yana boshlaydi. Bularda demak nafas qisish xurujlari bo'ladigan bo'lsa, bronxial astma diagnozi qo'yilgan bo'lishi mumkin. Yo'q, menga Hubble deb qo'yishdi. Nima dedi? Hubble? Hubble deb Hubble bo'lsa, bu ruschasiga xronический obstruктивный болезнь легкий. Bu o'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi bo'ladi. Bu ko'pincha bronxial astma, Hubble bir-biriga o'xshash bo'ladi-da. O'xshash bo'ladi. Bu Hubble ko'proq pulmonologlarni bemori bo'ladi, kasali bo'ladi. Astma ko'proq allergik xarakterda bo'ladigan bo'lsa, allergologlarni. Hozir siz Faralesni o'zini tortasizmi yo yana boshqa yonida bormi tortadigan doringiz? Yo'q, Faralesni o'zini tortaman o'yan. Farales bu nafas yo'llari bronxlarni ochuvchi preparat hisoblanadi. Tarkibida mahalliy steroid preparat hisoblanadi. Farales bu ochuvchi faqat, formoterol tarkibida bo'ladi. Endi buni 2 mahal menimcha tortadi bular. O'sha 2 mahal tortganingizda yaxshi yurasizmi? Bir mahal tortaman, lekin 3 kundan bir, haftada bir shunaqa. O'zi bu 12 soatga yetadi formoterol preparati. 2 mahal tortish kerak. Endi uni bu faqat ochib beradi, davolamaydi. Uni yoniga qo'shimcha yana budisanid tarkibli davolovchi preparat qo'shsangiz, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Farales birinchi nafas yo'lini ochib beradi va orqasidan masalan 5 minutdan keyin davolovchini qilish kerak bo'ladi. O'shagindagina biz yaxshi natijaga erishgan bo'lamiz. Bu preparatlar hech qanday zarari yo'q. Bemalol buni 10 yilmi, 20 yilmi, bir umrmi tortsa ham hech qanaqa zarari bo'lmaydi, faqat mahalliy ta'sir qiladi. Qonga so'rilmaydi. Tushunarli. Albatta hammada shunaqa xavotir bo'ladi. Buni yillab qabul qilsam, buni zarari yo'qmi degan savollar ham ularda bo'lishi mumkin. Demak, ularga qo'shimcha o'sha davolovchi budisanid tarkibli ingalyatorda qo'shsak bo'ladi. Endi yanada chuqurroq aniq diagnoz tashxis qo'yish uchun bularni kompyuter spirometr degan apparatlar bo'ladi. Puflaganda qanaqa darajada bronxlarda qisilish bor. Uni aniqlash kerak, u qon analizlarini ko'rish kerak. Qonda allergik nima bormi, allergiya bormi yoki nimadan allergiya bor. Endi Hubble ko'pincha astma birgalikda kelishi ham mumkin. Hubble va astma. Uni aniqlab olib, mana shunaqa to'g'ri taktika qilsak, yaxshi natijaga erishiladi. Yaxshi natijaga. Mutlaqo qutulib ketishi ham mumkinmi? Mutlaqo qutulib ketilishi ham mumkin agar uni sababini aniqlasak, agar haqiqatdan o'sha yerda allergiya kelib chiqadigan bo'lsa, allergiyaning sababi nima? Masalan, uy changi kanachasi bo'lsa, uy changi kanachasi yil bo'yi bezovta qiladi. Hamma yoqda bor. Ayniqsa quyosh tushmaydigan, zaxroq joylarda uy changi kanachasi ko'zga ko'rinmaydi. Bu havo orqali keladi, pastellarda yashaydi-da. Shunga nisbatan organizmda sezuvchanlik yuqori bo'lgan odamlarda o'sha nafas qisish bilan jarayon bo'ladi. O'sha uy changi kanachasini vaksinasi, boya aytganimdek, asid terapiyasini qiladigan bo'lsa, umuman qutulib ketishi ham mumkin. Demak, oddiy insonlar buni doimiy biz yutib yuramizmi? Yutib yuramiz. Oddiy insonlar, sizlarda sezuvchanlik yo'q, ularda sezuvchanlik paydo bo'lgan shunga nisbatan. Organizm o'sha javob reaksiyasi sifatida yo'tal, nafas qisish bilan javob beradi.
organizmda immun tizimida o'zgarish ketadi. Tushunarli. Endi hozir kanachasiz deganingizga biz doimiy buni qabul qilib boramizmi degan xavotir ham bo'ldi. Sog'lom odamga hech qanaqa uni zarari yo'q. Zarari yo'q. Allergiya bo'ladigan bo'lsa, o'sha kanachalar ko'p joyga borganda o'sha insonda allergiya simptomlari kuchayadi. Tushunarli. Demak, buni ham inobatga olamiz. O'zimizni tibbiy bilimlarimizni oshirib boramiz. Dastur nafaqat o'sha sizda bu muammolar bo'lmasligi mumkin, lekin ba'zi bir muammolarni oldini olish uchun sizga yaxshi bilimlarni ham ulashishga hissa qo'shadi. Bizda yana qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum. Allo. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Faqat telefon orqali gaplashing. Televizorning ovozini pasaytirib, marhamat. Men Jizzax viloyati Forish tumanidanman. Savolingiz? Meni buvamning allergiyasi bor. Kunduzi bezovta qiladi, lekin kunduzi bezovta qilmaydi, lekin tunda bezovta qiladi. Shunga davo bormi? Yo'talmi bu qanaqa kechadi? Yo'q, shu qitishadi. Qitish qayerda? Teridami? Burunda? Aynan qaysi sohada? Terida, masalan, yuz terisi, qo'lda, oyoqda, qanaqa holatda? Batafsil aytsangiz, shifokorimiz shunga qarab aniq fikr aytadilar. Shu tanasining ko'p joyida bor-da. Toshmalar bo'ladimi? Qizarish, toshmalar bo'ladimi yoki faqat qitish bo'ladimi? Toshmalar ko'rinishida bo'ladimi? Bizni eshityapsizmi? Bo'ladi, hamma Toshmalar bir xil vaqtda bo'ladi, bir xil vaqtda yo'q. Ha, bir xilda bo'ladi, bir xilda yo'q. Xo'p, necha yildan beri shunaqa holat? Qanchadan beri davom etadi bu holat? Televizordan 5 yildan beri. 5 yildan beri. Xo'p, endi teri qitishiga keladigan bo'lsak, teri qitishi bu bir necha xil kasalliklar simptomi bo'ladi. Allergiya dermatitlar deymiz, pachisuxa ruschasiga bo'ladi, qichima degan kasalliklar bor. Bir necha xil boshqa kasalliklarni asorati sifatida ham bo'lishi mumkin. Masalan, qandli diabet kasalligida bo'lishi mumkin. Terini qurishi, buyrak kasalliklarida yoki qalqonsimon bez kasalliklarida ham teri qitishlar bo'ladi. Agar bularda allergiyaga qarshi dorilar ichganida o'sha qitishlar qoladigan bo'lsa, demak bu allergiyadan kelib chiqayotgan bo'lishi mumkin. Bularga umumiy tarzda agar bunaqa holat bo'lsa, biz birinchi o'rinda gipoallergik parhezni rioya qilishini tavsiya qilamiz. Gipoallergik parhezga nimalar qiladi? Sitrus mevalar, yong'oqlar, pistalar, rangli napitkalar deymiz, asal, shokolad, donli, dukkakli mahsulotlarni yemay turish kerak bo'ladi. Bular o'zlari bilan gistamin saqlaydi, u qitishi yanada allergiyani kuchaytirib yuboradi. Bularni yana bo'lishi mumkin agar ovqatga bog'liq bo'lmagan turi ham bo'lishi mumkin. Ovqatga bog'liq bo'lmasa, hali aytib o'tganimdek, uychangi kanachalari ko'proq yotoqxonalarda, hali quyosh tushmaydigan joylarda, pastellarda bo'ladi. U odamning terisi bilan oziqlanadi. Balkim bunaqa holat ham bo'lishi mumkin. Bularni endi maslahatim qon orqali tekshirib, bularda allergiya bormi qonda, allergiya miqdori qancha bo'lyapti va hozirgi kunda yo'lga qo'yilgan nimadan allergiya bor. Shuni ham tekshirsak, agar uychangi kanachasiga bo'lsa, boyagidagi uni birinchi o'rinda sharoitni to'g'irlashimiz kerak bo'ladi. Quyosh tushadigan xona bo'lishi kerak. U kanachalar quyoshsiz joyda ko'payaveradi. Ko'p bo'ladi. Xonani quyosh tushadigan xona bo'lib, quruq saqlash kerak bo'ladi. Va o'sha pastellarni, yostiqlarni quyoshga chiqarib yoyish kerak. Oldin ota-bobolarimiz bekorga bunday qilishmagan. Ular sezishgan shu narsani. Bir narsa bor degan. Kechqurun o'sha pastelga yotadilar, unda kuchayadi. Yana bitta faktor bor, kechqurun o'zi ko'pchilik kasalliklar qo'ziydi. Adashgan nerv tonusi oshadi. Nervus vagus deydi. Hamma uxlab turgan kasallar kechqurun qo'ziydi. Uyg'onadi. To'satdan tishimiz og'rib qoladi. Tug'adiganlar ham ko'proq kechqurun tug'ishadi. Shuning uchun endi bularni diagnostika deymiz. Aniqlashimiz kerak-da. Istisno qilish kerak-da. Aniq diagnoz qo'yib davolasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta. Muhimi hozir sizni befarq emasligingiz. Hozir mana ko'rsatuvni ko'rib yana bir bora salomatlik haqida qayg'urdingiz. Bizning natijamiz shu aslida. Lekin ko'rsatuv tugagandan keyin yana hammasi esdan chiqib, oldingi holatda davom etaverishingiz bu yomon. Shuning uchun dasturni bir ishora sifatida qabul qilasizda, tezda tekshiruvlardan o'tib,
ularga yaxshi yengil hayotni taqdim etish mumkin, shunchaki o'zingiz og'irlashtirayotgan bo'lishingiz mumkin. Arzimagan o'sha summa ketishi mumkin. Bunga o'z vaqtida nuqta qo'ying, eng yaxshisi. Mana hozir Xushnud aka aytdingiz, ba'zi bir mahsulotlardan cheklash kerak. Bunga juda ham kerakli bo'lgan mahsulotlarni hozir sanab o'tdingiz. Organizm uchun juda ham kerak, masalan, o'sha oqsillar tarkibida saqlaydigan barcha mahsulotlar bizning organizmimiz uchun nihoyatda muhim aslida. Mana shu mahsulotlarni cheklashdan oldin balki ular aniq tashxisdan o'tishlari kerakdir. Chunki aynan bitta mahsulotga bo'lib, qolganlarni ham cheklab biz kerakli vitaminlardan o'zimizni tiyib, boshqa kasalliklarni orttirib olishimiz ham mumkin-ku, to'g'rimi? Juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. Gipoallergik parhezda biz umumiy parhezni kiritganmizda, agar ularni tekshiradigan bo'lsak, allergiya testlar qilib, teskarisi ham chiqishi mumkin. Mutlaqo boshqa. Mutlaqo teskarisi chiqishi mumkin. Bitta bemorimizda bo'lgan. Ular endi tekshirishga sal eringanlarda, menga parhez beravering, qilaman deganlar. Sizga mol go'shti mumkin, ot go'shti yemang. Mana bu mumkin, mana bu. U ot go'shti yemasdan faqat mol go'shti yeyvergan, keyin ketmagan allergiyasi. Keyin tekshiradigan bo'lsak, mol go'shtida allergiya bor, ot go'shtida allergiya yo'q. Shunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Shuning uchun iloji boricha aniqlab olsak, bilib olamiz, osonroq bo'ladi. Ha, men shuncha narsa yemay yurmaydi-da, o'sha allergiya berayotgan narsani cheklasa bo'ldi, muammo hal bo'ladi. Albatta. Bizda qo'ng'iroq bor, demak, biroz muammo bo'lishi mumkin. Eshitamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingizni tanishtirsangiz. Vidoon yaxshimisiz? Rahmat. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Ismingiz? Rahmat. Men Abdullayev Dilmurodman, Oltiariqdan. O'zimizni Dilmurod aka. Marhamat Dilmurod aka. Sog' bo'ling. Doktorga mening savolim shundan iboratki, menda ham ba'zi hollarda allergiya qo'zib qolgan paytlarda Laratal dorisini ichaman. Shunda bitta ikkita ichganimda endi bir kun ikki kun ichaman, keyin shundaycha o'tib ketadi. Keyin o'sha ancha paytlargacha o'tib bo'lmaydi. Lekin shu dorini ichganim o'zimga nima ta'sir qilib o'rganib qolmaymanmikin deb o'ylab qolaman ko'proq ichganimda. O'shanga ta'siri qanday bo'lar ekan bu dorini ko'p ichishda demoqchiman, doktorga savolim. O'zi bu dorini sizga kimdir buyurganmi yoki o'zingizga o'zingiz tashxis qo'yib ichib yuribsizmi? Shunaqa holatlar ham bo'ladi-ku. Doktorlar shu Laratal dorini iching deb maslahat berishgan edi. Allergiya bo'lganda nima bezovta qiladi sizni? Menga ko'proq shu burinim oqishi, keyin o'sha tomoqda qichishish paydo bo'ladi. Allergiyaga qarshi dorilar bir necha guruhlarga, avlodlarga bo'linadi. Birinchi avlodiga dimidrol, suprastin, diazolillar kiradi. Bularni nojo'ya ta'siri ko'proq. Keyin olimlarimiz bular nojo'ya ta'sirini yo'qotish uchun ikkinchi avlod dorilarni yaratgan. Hozir ikkinchi avloddan ham, keyin uchinchi avlod ham chiqqan. Laratal dorisi ikkinchi avlod preparatiga kiradi. Buni uzoq muddat ichsa bo'ladigan dori. Faqat endi hamma narsani me'yori bo'lgandek, uzoq muddat deganda yillab ichsa baribir jigarga ta'sirini o'tkazadi. Bular onda sonda ichib qo'yadigan bo'lsa, unaqa yomon ta'siri bo'lmaydi. Masalan, oyda 2 3 ta ichib qo'ysa, unaqa yomon ta'siri bo'lmaydi. Shunaqa kam ichaman, lekin o'sha ta'siri ko'p bo'lmaydimi deb o'ylardim. Bo'lmaydi. Xudo xolisa bu ta'siri yomon, nojo'ya ta'siri kam dori hisoblanadi. Agar siz oyda bitta 2 ta ichib qo'yadigan bo'lsangiz, hech qanday yomon ta'sir yo'q. Rahmat. Muhimi sog' bo'ling, kasal bo'lmang. Imkon qadar yana bir tekshiruvlardan o'ting. Balki o'sha aytib o'tganimizdek testlar natijasi sizni ma'lum bir mahsulotga yoki o'sha tabiatdagi ma'lum bir hodisaga bo'lgan ta'sir orqali shunaqa sizga noqulaylik tug'dirayotgan bo'lishi mumkin. Buni bartaraf etsangiz, balki hech qanday dori vositasiga ehtiyojingiz qolmas. Keyingi qo'ng'iroq egasi borlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zingizni tanishtirsangiz, keyin savolga o'tamiz. Men Samarqand viloyati Og'darayoqdanman, Hasan. Marhamat, savolingiz. Shu allergiyasiga bir shullam berib mana bezovta qilyapti-da. Bir zavod, fabrikada ishlaymiz. Seminski nimalarga duchor bo'lib, biron qichib
tomoq qishiga achib turaman, 4-5 martalab orqasi uzilmay, keyin tomog'im og'rib, jig'ana balg'am yig'adi. Shu bizda qilyapti-da. Nima qilsak bo'ladi maslahat? Xo'p, endi bularda nafas yo'li allergiyasi ekan. Nafas yo'li allergiyasi kasbiy faoliyatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Orttirilgan demak. Orttirilgan o'sha kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ko'pchilikda masalan fermer bo'ladigan bo'lsa hayvonlarning juniga yoki ularga beriladigan o't o'lanlarga yoki o'sha zamburug'larga bo'lishi mumkin. Endi bular kasbiy faoliyatini bitta ko'rish kerak bo'ladi. Mavsumiymi yoki doimiymi uni bilish kerak. Agar mavsumiy bo'ladigan bo'lsa, bahordan kuzgacha bo'lgan gullar, o'tlarni gul changchisi beradi. Endi bularga maslahatim aniqlab olish kerak. Birinchi o'rinda nimadan kelib chiqyapti deb, o'shanga nisbatan keyin boyaga aytganimizdek asid terapiya, ya'ni vaksinasini qish oylarida qilganimiz ma'qul. Shunda xalos bo'ladilar. Shunda xalos bo'lishlari mumkin, xudo xolisa. Agar e'tibor bermasdan shunday yuraversalar, oqibati nimalarga olib kelishi mumkin? E'tibor bermasdan yursalar, burun bilan nafas yo'llari bir-biriga bog'liq. Burun bitish, aksirish, ko'z qichish bo'ladi. Keyin e'tibor qilmaydi, yana allergiya miqdori oshaveradi, keyin pastki nafas yo'llariga tushadi, bronx yo'llariga tushib, bronxial astmaga ham o'tib ketish ehtimoli bor. Ana, demak, vaqtida e'tibor qaratmasangiz, bu kelajakda katta muammolarga aylanishi mumkin. Shuning uchun dasturdan so'ng nasib etsa, sog'ligingizga e'tiborli bo'lasiz. Har qanday vaziyatda ham sog' bo'lsangiz kerak siz yaqinlarga. Aslida ba'zan pul topaman, ko'proq ishlayman, oilam uchun nimadir qilaman deb ularga zarar berib qo'yayotgan bo'lamiz. Chunki sizni sog' bo'lishingizni istashadi ular. Mayli biroz kamroq ishlang yoki ishingizni o'zgartiring, agarda u sog'liqqa ta'sir qiladigan bo'lsa. Chunki hozir aytyaptilar, ishim shu bilan bog'liq, korxonada ishlayman deyaptilar. Agar bu vaziyatda sog'liqqa doimiy o'sha zarar yetkaziladigan bo'lsa, ishni o'zgartirishni tavsiya qilishadimi shifokorlar o'zi? Qanchalik haqli bu gaplar? O'zgartirish kerak. Agar mana shu ishidan allergiya bo'layotgan bo'lsa, ishdagi qaysidir narsa yoqmayotgan bo'lsa, uni o'zgartirish kerak. Shunda ham oson qutuladi, ham ko'p mablag' ham ketmaydi, ham sog'lom bo'ladi. Albatta. Og'ir holatga ham tushmaydi. Yaqinda bir ma'lumot o'qib qoldim va bu bizni hayotimizda ham sodir bo'lgan va bu juda ko'pchilikka bugungi kunda tanish desam mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni bolalarda bugungi kunda kuzatilayotgan har 3 tadan bitta chaqaloqda atopik dermatit. Bu ham allergiyani bir turi. Albatta. Bu qanchalik ularni kelajagiga, sog'ligiga ta'siri bor? Buni vaqtida davolash kerakmi yoki ko'pincha yosh kattalarimiz buni chilla deb atashadi. Bu o'zi o'tib ketadi, bunga davo kerak emas ham deyishadi. Bunga qanchalik be'tibor bo'lish mumkin yoki vaqtida davolash shartmi? Allergik qadam degan bitta so'z bor allergologiyada. Qadamma-qadam rivojlanadigan kasalliklarning birinchi qadami bu atopik dermatit, ya'ni chilla, diatez. Bu birinchi qadam hisoblanadi. Agar u vaqtida davolanmaydigan bo'lsa, allergik rinitga, allergik konjunktivitga o'tadi. Burun nafas yo'liga, teridan burunga o'tdi. Bu ikkinchi qadam. Agar u ham vaqtida davolanmaydigan bo'lsa, uchinchi qadamga o'tishi mumkin. Bu bronxial astma. Allergik rinit, ham astma, ham atopik dermatit bor bemorlarimiz ham bor. Bitta u. Bittada, uchtasi bitta keladiganlari bor. Shuning uchun iloji boricha o'sha yosh paytidan bolalarni o'sha sababini aniqlab, atopik dermatit vaqtida davolab olsa, ikkinchi, uchinchi qadamlarga o'tmasligi mumkin. Ko'pincha holatlarda o'sha 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda to'g'ri davolansa o'tib ketadi degan fikrlar ham bor. Bu demak to'g'ri. Endi bu faktorlar juda ham ko'p. Endi oldinlari o'tib ketar edi. Hozirgi rivojlanish, industriya deymiz, havoni ifloslanishi, yeyotgan mahsulotlarimiz, sun'iy aromatizatorlar, bo'yoqlar, yashash sharoitimiz, uyimizga ham har kun mana aromatizatorlar sepiladi, kimyoviy moddalar, bu yanada uni rivojlanishini kuchaytirib oladi. Demak, bulardan yiroqroq tutish kerak bolalarni. Yiroqroq tutish kerak va tabiat bilan hamnafas yashagani ma'qul bo'ladi. Tabiiy bo'lishi kerak, ko'proq toza havo deymiz, yeyotgan narsasini tabiiyligini ta'minlash kerak bo'ladi. Hali gigiyenaga ham kuchli rioya qilib yuboradigan bo'lsa, bu allergiyani kuchaytirib yuboradi. Bu infeksiyadan saqlanaman deyishadi-da ko'pchilik, allergiyaga duchor bo'lib qoladi.
hamma narsa me'yori bo'lgani kabi gigiyenani ham me'yori bo'lishi kerak. bo'lgani yaxshi. Oltin o'rtalikni ushlash kerak. Shunaqa. Mana tibbiyotda shunaqa fikrlar ham bor ekan. Hozir yana ham o'sha o'qiganlarim rost ekanda degan xulosalarga kelyapman. Ayniqsa onalarimiz buni bilib qo'yishlari shart. Navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling yaqinroq tanishamiz. Ismingiz? Andijondan. Yoshim 35 ta. 14 yildan beri allergiya kasali bilan olishib kelyapman. Mavsumiy emas, doimiyga aylanib ketdi. Lechenialarini kutaman. Yana ko'z uradi. Hozir endi burnim bitib, og'zimdan nafas olganim uchun tomoqlarim ham achib, tanglaylarim ham qizarib achyapti. Shunga yantoqni biror tavsiya qiluvdi, shuni ichsam bo'ladimi? Sharbatini. Harovati qanchalik foyda beradi? Hozir juda ham dolzarb yaxshi savol bo'ldi. Ko'pchilik dori desa qochishadi. Doridan charchadida ko'pchilik. To'g'ri. O'sha tabiiyroq yo'lni qilaylik deydi, yantoq, yana boshqa damlamalarni qilishadi. Allergik kasalliklarda individual yondashiladigan soha hisoblanadi. Har bitta bemorga individual. Yantoq ikkita odamni yaxshi qilishi mumkin. 3 ta odamga teskari ta'sir qilishi, nojo'ya ta'sir qilishi mumkin. Aslan asalni ham ming dardga davo deyishadi. Asal allergologiyaga eng kuchli allergiya beradigan narsa hisoblanadi. O'shaning uchun har bitta organizm har xil. Qo'shnim yantoqdan yaxshi bo'pti deydi, men ham yantoq ichib ko'raman dedi-da, battar kuchayib ketishi mumkin. Ko'pchilik mana nimalarda ijtimoiy tarmoqlarda ham yuritamiz, unda ham bir ikkitasi yaxshi bo'ldim dedi, bitta bemor ichib ko'rgan ekan, reanimatsiya holatiga tushib qolgan. O'lib qolay deb aytdim dedi. Endi bu oldindan sizni organizmingiz o'rganmasdan turib, uni aniqlamasdan turib, allergiya sababini bilmasdan turib, sizga bu narsani iching yoki ichmang deya olmaymiz. Eng yaxshi yo'li allergiya sababini aniqlab, shunga qarshi davo muolajalarni olib borish kerak. Menimcha sizga tushunarli bo'ldi bu. Imkon qadar o'zingiz uchun vaqt ajratib, alohida shug'ullanish kerak bo'lgan jarayon dedilar. To'ppa-to'g'ri hech kimni organizmi bir-biri bilan solishtirib bo'lmaydigan bu yaratgan tomonidan berilgan mo'jizakor. Shuning uchun imkon qadar alohida yondashishga harakat qilasiz. Falonchi qilgan ekan, menda ham yaxshi bo'ladi yoki ilohim yaxshi bo'lsin avvalo, lekin bu teskarisi ham bo'lishi mumkin. Baribir tibbiyotga tayanganingiz yaxshi. Bizda navbatdagi savol egasi borlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaqinroq tanishamiz, keyin savolingizni eshitamiz, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men Navoiy viloyati departamentidan qilaman. Marhamat, savolingiz. Televizorning ovozini pasaytirib qo'yamiz, iltimos qilamiz. Jonli efir bo'yicha. Doktorga murojaatim. Farzandlarimning onasi, shu ayolimning nomidan telefon qilaman-da. Televizordan eshityaptilar. Iltimos, telefon orqali gaplashaylik. Uy hayvonlari, sigirlarimiz bor edi. 2-3 ta shuni sog'ishga borgan vaqtda nafasi qisib, judayam yo'tal qilib, havo yetishmayapti-da. Juda ham og'ir kechyapti o'sha vaziyat. Sigirlarni sog'ishga borgan vaqtda. Endi u mo'lla hididanmi, peshobadanmi hech tushunmadik, juda ham og'ir vaziyat bo'lib qolibdi, doktor. Siz birorta shifokorga bordingizmi, ko'rindingizmi? O'tgan yili Zominga bir sanatoriyaga borib keldik, yaxshi bo'ldi. Yana shu sigirlarni sog'ishga boradigan vaqtda o'sha holat yana sodir bo'libdi. Nafas yetmaydi, yo'tal nafas yetmay qolibdi, yiqilib qolibdi, nafas yetmay. Shu sigirlarni yoniga bormasalar yaxshi yuribdilarmi? Xuddi shunday yaxshi yuradi. Shu sigir kerakmi sizga, ayol kerakmi sizga? Sigirlar yo'qotdi. Endi shuni bir yaxshi bilish yo'li bormi yana deyapman, doktor? Sigir ham kerak deyaptilar. Yaxshi bo'lish yo'li bormi?
allergologiyada davolash usuli eliminatsion davolash usuli degan narsa borda. Allergiya beradigan joydan allergiya bermaydigan joyga bemorni olib o'tsak yaxshi bo'lib qoladi. Yaxshi bo'lib. Hech qanaqa dori darmon kerak emas. Kerak emas. Shuning uchun agar bularda haqiqatdan o'sha sigirdan allergiya bo'layotgan bo'lsa, uni kontakt to'xtatish kerak. Ana. Boshqa yo'l yo'q. Yoki uni sigirda hozir vaksina asid chiqmagan, masalan mushukga chiqqan. Mushukda bor. Ko'pchilik aytadi, mushukdan men voz kecha olmayman, men davolab bering deydi. Yillar davomida o'sha allergenni organizmga kiritib davolasa bo'ladi. Lekin sigirda vaksinasi hali chiqmagan. Sigirga yoki boshqa odam topishlari kerak. Sigir sog'ishga yoki sigir boqishga. Uyda yo sigir qolsin, yo kelinoyim tanlang. Kelinoyimga yoki boshqa uy olib bering. Endi hazil qilyapmiz, lekin haqiqat ham shu. Mana asosiy yo'li shu ekan, faqatgina kontaktni to'xtatish. Ya'ni bor masalalar hammasi joyida. Na sog'liqda bor, na cho'ntakda muammo. Boraversalar yanada kuchayib ketishi mumkin-da, o'sha bronxial astma og'ir holatlarga o'tib ketsa, keyin dori darmonlar ham yordam bermasligi mumkin. Shuning uchun o'ylab ko'rishlari kerak bo'ladi. Eng muhimi mana sizda aniq bor ekanda, masalan, sababini aniqlabdilar. Sababini aniqlayapsiz. Buni necha yillardir o'sha allergenni aynan qaysi ekanligini bilmaganlar qancha, masalan, qanchadan qancha tekshiruvlar asosida ham bitta emas, bir nechta allergenga bo'lishi mumkin bu. Sizda aniq ekan. Soppa-sog' bo'lishlarini xohlasangiz, yechim o'sha. O'ylab ko'ring. Balki farzandlaringizga agar ular yoshlari katta bo'lsa, bu yumushlarni bajarishlariga qo'yib berarsiz. Assalomu alaykum, yana bir qo'ng'iroq egasi borlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Ismingiz, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Men Sirdaryo tumanidan qo'ng'iroq qilyapman. 37 yoshdaman, ismim Laylo. Layloxon, marhamat. Qarang, 2010-yilda shu kasallikka chalinib qolganman, bronxial astma menda. Balloncha ishlataman, hozir 1 yildan beri foregitga o'tkazishdi doktorlar. Endi men ham bu yildan boshlab, noyabr oyidan boshlab order bilan yana allergologiyaga yotib, shu vaksinasini o'zimda tekshirib ko'rmoqchiman. Men shu ballonchalardan butunlay qutulib ketsam bo'ladimi? Va doktorda ish joyini aytib o'tsangiz, men boshini ko'ra olmay qolibman. Keyin qarang, 5,5 yosh o'g'limda ham nima bo'lyapti tushunmayapman. Har 10 kunda kasal bo'lib qolyapti-da, burni ko'm-ko'k bo'lib oqadi-da, yo'taladi, issig'i baland bo'lib chiqib ketadi. Yugurib yelib tuzatib olaman, yana 10-15 kundan keyin yana shu holat. Shunda o'g'limga ham allergologiyaga olib borsam bo'ladimi va unda nima deb murojaat qilishim kerak? Bu yoshda u nimaga bog'liq o'g'limdagi? Bu virusli holat bilan bog'liq. Uni issig'i chiqaveradi 39 bu. Agarda albatta isitma chiqadigan bo'lsa, men ballonchalardan tushib ketsam bo'ladimi? Doktorda ish joyini aytib o'tsangiz, men boshini ko'ra olmay qolibman-da. Bo'ldi, tushundik sizni. Rahmat. Birinchi savoldan boshlaymiz. Ballonchikdan qutulsam bo'ladimi deyaptilar. Agar allergiya testlarini qilib, biz aniq sababini aniqlab turib, ularga asid terapiya o'tkazadigan bo'lsak, o'sha asid o'tkazishi mumkin bo'lgan holat bo'lsa, asidlari bo'lsa o'sha allergenni, o'shanda qutulib ketishlari mumkin. Endi hamma narsani ham vaksinasi bo'lavermaydi. Masalan, oziq-ovqatda uni yemaslik kerak bo'ldi. Hammasini ham asidi yo'q. Agar o'sha asid vaksina qilinadigan allergen chiqsa, ularda bemalol qutulib ketishlari mumkin. 3 yildan 5 yilgacha qilsalar. Keyin endi o'g'illarga keladigan bo'lsak, nasldan naslga moyillik o'tishi mumkin. Ota-onani bittasida bo'ladigan bo'lsa, 25% holatda bolalarga o'tishi mumkin. Ham otada, ham onada bo'lsa 50-60% holatda o'tishi mumkin. Ko'proq onadan o'g'il bolalarga o'tish ehtimoli ko'proq, otadan qiz bolalarga o'tishi mumkin. Endi bularni farzandlarida hozir agar isitma chiqib, yashil balg'am bo'layotgan bo'lsa, bu ko'proq shamollash, ya'ni virusli yoki bakterial infeksiya bo'lishi mumkin. Ko'pincha shunaqa holatlar bo'ladi, ham allergiya, ham shamollash birga keladigan holatlar bo'ladi. Bunaqa holatda qon analizlarini qilib, tekshiruvlarni qilib, ikkalasini birgalikda davolamasa kasallikdan qutulish iloji yo'q. Shuning uchun baribir mutaxassisga borib, aniq tekshiruv, aniq tashxis, aniq davo. Ha, mana shu hammasi yechim bo'la oladi sizga. Menimcha to'liq tushuncha berdilar sizga. Muhimi, buni e'tiborsiz qoldirmang, ayniqsa farzandingizni. Yana bir qo'ng'iroq egasi borlar. Assalomu alaykum. Televizorning ovozini pasaytirib qo'yamiz, iltimos. Jonli efir.
Ismingiz, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Assalomu alaykum. Men Namangandan telefon qilyapti edim, o'qi. Aha, marhamat, savolingiz. Doktorga savolim bor. Mani burunda bitish belgisi borda, doktorga biralganda borib rentgenga tushib qilganda ham haligi yo'q, gemerit yo'q deb aytganda, o'zi bitta baliq bo'lib, mana saraton rosa issiq paytida ochilib ketadi. Hozir ham ba'zi paytda dori tomizni baliq turib, o'sha dori bilan bo'ladi. Mana chinor soqqasiga o'xshagan doridan ham bir hidga baliqganda o'sha aniqiga ta'sir qilgandi. Keyin hozir o'sha ham ta'sir qilmay qo'ydi. Ashunga qaysi nima qilishni ham bilmay qolyapman hozir. Kechasi ham bir yug'a baliq turgan paytimda o'sha doridan tomizni baliq olaman, keyin tinchgina uxlayman. Burunlari bitar ekan, demak, doimiy burun ochuvchi spreylardan foydalanar ekan, to'g'rimi? Ha. Mavsumga bog'liq sizniki? Bahordan kuzgacha qishda yaxshi yurasiz. Yo'q, mana yozda, o'sha yoz paytida ochiq bo'ladi. 7 oy, 8 oy ponidagi birata havo salqin bo'lishidan bitish boshlaydi. Burun bitishi ko'p kasalliklarda bo'ladi, shu jumladan allergiyada ham, allergik holatda ham bo'ladi. Ma'lum bir vaqt yaxshi yurar ekanlar, ma'lum bir payt qo'zir ekan. Bunaqa paytda o'sha qo'zigan paytda qaysidir masalan gullagan bo'layotgan bo'lishi mumkin, qaysidir o'simliklar yoki zamburug'lardan bo'lishi mumkin yoki ish joyiga ham bog'liq bo'ladi. Ko'pchiligi chet elga chiqib kelsam yaxshi yuraman, uyga kelsam yana bo'ladi deydi. Albatta, o'sha uyda yashash sharoitida allergiya beruvchi modda bor bularda. Uni tekshirib aniqlab olish kerak va haligi burun ochuvchi spreylarni iloji boricha 5 kun, 7 kundan ko'p ishlatmaslik kerak. Uni ko'p ishlatadigan bo'lsa, uni o'zi medikamentoz rinit deyiladi. Dorini ta'sirida o'zi asoratlar kelib chiqadi. Asorat sifatida qaramlik bo'ladi. Burun shilliq qavatlarini toraytirib olib, quritib olishi mumkin. Yurakka va bosh miyaga va boshqa kasalliklarga chiqishi mumkin. Shuning uchun bularga maslahatim aynan sababini aniqlash kerak. Nimadan keyin bo'lyapti, nima ta'sir qilyapti, allergiya beruvchi modda nima. O'shanga qarab shu narsani yoki yo'q qilish kerak. Ko'pchilik hali zax uylarda yashaydi yoki hayvonlar bilan yashaydi. Agar zax uyda bo'ladigan bo'lsa, ko'proq zamburug'lar yoki uchang kanachalari bo'ladi. Uyini sharoitini to'g'rilasa, shunda yaxshi bo'lib qoladi. Yoki hayvon bo'ladigan bo'lsa, o'sha hayvondan voz kechish kerak bo'ladi yoki emlashini olish kerak bo'ladi. Shunaqa qilib davolanadi. Haligi burun ochuvchi spreyga keladigan bo'lsa, ularning o'rniga davolovchi spreylardan foydalansa, ko'proq maqsadga muvofiq bo'ladi. Ularning asoratlari yo'q. U mahalliy ta'sir qiladi va davolaydi. Ular burunni quritib olmaydi. Demak, bunga ahamiyatli bo'lasiz. Mana Xushnudaka aynan bu holatlar ko'pchilikda bo'lishi mumkin. Bu lor kasalliklari bo'la turib, ular o'sha allergiya deb ham o'ylashlari mumkinmi? Adashtirib qo'yish mumkinmi? Masalan, burundagi adenoidlarni olaylik. Ular ham o'sha burunni yaxshi nafas olmasligiga, tez-tez shamollashlarga masalan duchor etishi mumkin. Uni ham asoratlari masalan bular bilan adashtirib qo'yish mumkinmi? Albatta, ayniqsa yosh bolalarda ko'proq adenoidlar bo'ladi. Adenoidlarning ham 3 ta bosqichi bor. Agar 3-bosqich bo'ladigan bo'lsa, uni olish kerak deydi lorlarimiz. Operativ yo'l bilan o'shandan qutulish kerak bo'ladi. Uni birinchi o'rinda biza so'rab surishtirish, tibbiyotda anamnez degan narsa bor. Analizdan ham ko'ra anamnez, ya'ni so'rab surishtirish. Klinik holat qanaqa, qaysi doridan keyin qanaqa o'zgarish bo'ladi va qachon bo'ladi? Qanchadan beri bo'ladi. Uni organizmni so'rab surishtirib o'rganib, keyin biz analizlar qilamiz. Analizlarimiz ham shuni tasdiqlaydigan bo'lsa, demak, tashxis, aniq tashxis qo'yiladi. Bu lor kasalimi yoki allergik holatmi? Kerak bo'lsa, rentgen tekshiruv, tomografiyalar qilinadi. Balkim u yerda polip bo'lishi mumkin. Et o'sdi degan gap bor. Xalqimizda go'sh bor deyshadi ko'pchilik. Polip ham 3-daraja bo'ladigan bo'lsa, u olishga majbur bo'ladi. Va polipdan olgandan keyin ham o'zini maxsus davolarni qilib turmasa, yana o'sish holatlari bor. Uni ham operatsiya yo'llarini ham har xil turlari bor. Shuning uchun bunaqa paytlarda biz ham lor shifokor, ham allergolog birgalikda davolaydigan ishlashimiz kerak bo'ladi. Bizda yana qo'ng'iroq bor. Katta rahmat aytamiz, chunki
qo'ng'iroqlarni keti uzilmayapti. Bu sizni mehringiz, bu sizni salomatlikka bee'tibor bo'lmasligingizni bildiradi. Tashakkur aytamiz. Ham shifokorimiz nomlaridan, ham butun jamoa nomidan albatta. Qo'ng'iroqni marhamat efirga bog'laymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling tanishib olamiz. Yaxshimisiz? Men Xorazm viloyati Gurlan tumanidanman. Ismingiz? Men 10 yildan beri shu kasallik bilan kasallanganman. Ya'ni allergiya deyishgan, ha? Allergiyadan. Qarang, bu yil asid terapiyasi olganman, asid qildirganman, lekin ba'zida allergiya qo'ziyapti-da. Avvalgidan yaxshimi? Ha, avvalgidan yaxshi, lekin qo'ziyapti. Bu birinchi savol. Ikkinchisi, allergiyaga havo almashtirsa yaxshi deyapti. Shu to'g'rimi? Tushunarli. Havo almashtirsa yaxshi. Rahmat sizga savol. Demak, ikkita savol bo'ldi. Birinchi savollar asid olgandan keyin ham qo'ziyapti deyaptilar. Asid buni bitta olgani bilan to'liq tuzalib ketmaydi. Kamida 3 yildan 5 yilgacha qilish kerak. Buni aniqlashga ham katta davolashga ham bog'liqlik joyi bor. Uni aniq nimadanligini aniqlab turib, qaysi o'simlik kuchli va asidni qaysi turi qilindi, ularga ham bog'liq. Hozir zamonaviy turlari ham chiqib ketgan. Uni kamida 3 yildan 5 yilgacha qilgandagina effekt seziladi. Ikkinchi savollari? Ikkinchi savolingiz ana shunaqa bo'ladi o'zi, kechki paytga borib. Ikkinchi savolingiz qo'ng'iroq bizda uzilib qoldi. Men ham bunga berilib ketib ikkinchi savollar meni ham xayolimdan ko'tarildi. Yana qo'ng'iroq bor bizda. Hozir esimizga kelib qoladi. O'zi 30 dan keyin shunaqa bo'lar ekan, Xushnud aka. Albatta, kun davomida issiq ob-havoni, bugun biroz boshqacharoq ob-havo bo'ldi, quyoshsiz. Bu ham insonni o'sha lanchlikka, biz endi quyoshli yurt odamlarimiz-ku, kayfiyatimizga darrov ta'sir ko'rsatadi. Buni ham ta'siri bo'lishi mumkin. To'g'ri tushunasiz. Katta rahmat. Imkon qadar hozir o'ylab turaman. Keyingi qo'ng'iroq egasi borlar. Assalomu alaykum. Ha, havo almashtirish foydali. Ha, havo almashtirish. Mana allergologiyada 3 xil davolash usuli bor-da. Birinchisi allergen. Biz ham havo almashtirishimiz kerak bo'lyapti. Allergen bor joydan allergen yo'q joyga bemorni ko'chirib o'tkazish eliminatsion davolash usuli. Bu zo'r, eng yaxshi davolash usuli hisoblanadi. Bepul, ko'p mablag' ketmaydi. Buni qilgan ma'qul. Ikkinchisi allergiya o'sha joydan ketishga imkoniyat bo'lmasa yoki majbur o'sha joyda yashaydigan bo'lsa, o'sha allergenni organizmga moslashtirish. Bu asid terapiya. Uni ham ola olmaydigan bo'lsa, simptomatik davo. Simptomatik davo allergiyaga qarshi dori-darmonlar, spreylar, astma bo'ladigan bo'lsa, ingalyatorlardan davolash. Havo almashtirish ham effekt beradi. Faqat allergiya o'sha sizga allergiya beradigan moddalar yo'q joyga borishingiz kerak. Ko'pchilik zominga bordim deydi, battar qo'zib qoldi deydi. Ularda o'sha allergiya beradigan modda u yoqda bor. U yoqda demak ko'p ham bo'lishi mumkin. Ko'p bo'ladi. Nafas qisib qaytanga og'ir holatga tushib qoldim deydi. Demak, sizga zominning havosi yoqmas ekan va individual yondash kerak degan joy shu yerda to'g'ri keladi-da. Ana shunaqa. Chuqur tekshiruvlar talab etiladi albatta. Buning uchun shunchaki yuzaki hamma allergiyaga birdek qarab bo'lmaydi. Buni turlari bor. Mana alohida qaysi allergen, buni aniqlash kerak, darajalari. Xullas hammasini aniqlagandan so'ng chora ko'rilsa, darrov qutulish mumkin bo'ladi. Keyingi qo'ng'iroq egasi borlar. Assalomu alaykum. Televizorning ovozini biroz pasaytirib qo'yasiz. Ismingiz, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Men televideniya orqali, rangori ekran orqali ko'rib turibman. Xushnud akani yaxshi taniyman. Mani taniylar. Men litseyni olganman Xushnud akadan. Juda ham yaxshi allergologlar. Biz ham shuning uchun chaqirganmizda. Men rangori ekran orqali ko'rib turibman. Xushnudjon, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tanidingizmi yo'qmi qolaman? Rahmat. Sog'misiz, omonmisiz? Ana. Tinchmisiz? Rahmat, salomat bo'ling. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xursand bo'ldim sizni ko'rib. Umringiz uzoq bo'lsin, meni davolagansiz. Ana. Baraka toping. O'shandan beri 4 yildan beri oldingizga bormayman. Endi vaksinalar chiqqanda eshitdim. Shunga borsam, analizlar topshirsam, shunda vaksina
oson bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Hozir qon orqali tekshirib, bir kunning o'zida aniqlab, o'shanga qarshi vaksinalarni asid terapiyani o'tkazsak bo'ladi. Agar mavsumiy allergiya bo'ladigan bo'lsa, noyabr, dekabr oylarida boshlasak bo'ladi. Ana. Yoz mavsumi o'tib olsin. Shu kuzni ham shu tugar paytlarida sekin yo'lingizni ular tomonga burasiz. Chunki sog'liq eng muhimi, vaqtni o'tkazmang eng muhimi. Mana hozir ular aytgan fikrlardan keyin inson bir qop semiradi, sizga qo'shilib men ham xursand bo'ldim. Shunaqa yaxshi shifokor topganingda tilladan ham o'sha qimmat insonni uchratgandek bo'lasan. Chunki bugungi kunda tan olishimiz kerak, guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Xushnud aka, xafa bo'lmang, albatta soha vakillari hammalarini birdek o'sha hurmat qilishlarini istashadi, hamkasblariga ham bu kabi noo'rin fikrlar aytsa biroz jahllari chiqishi mumkin, lekin kasbini biroz suiiste'mol qiladiganlar, yengil qaraydiganlar, noto'g'ri tashxis qo'yadiganlar ham yo'q emas oramizda. Chunki yillab noto'g'ri tashxislardan, noto'g'ri dorilardan boshqa bir kasalliklarni orttirib olganlar ham yo'q emas, ming afsuski. Buni ko'p bora guvohi bo'lganmiz. Shuning uchun yaxshi mutaxassisga imkon qadar yo'lingiz tushsin. Avvalo kasal bo'lmang hech qachon. Shifokorlar ham shuni istashadi. Va imkon qadar hamma o'sha kasallikda davo choralari oson bo'lishini istashadi. Ular ham qiyin muolajalar qilishni xohlashmaydi. Shuning uchun kasallikni ertaroq davrlarda aniqlanib, ertaroq borsangiz, hamma narsani shifosi ham ertaroq sizga taqdim etiladi. Umuman mana shunday holatlarga guvoh bo'lganman. Shundaki astma kasalligi, tug'ma astmalar ham borda. Masalan, bolalar o'sha onadan astma bilan tug'ilishadi. Bu holatlarni o'sha 3-4 yil bola 3-4 yoshga kirgunicha ham buni oddiy allergiya deb, astmani masalan o'zini aynan o'sha darajasiga qarab davo choralari bor-ku. Shunchaki oddiy allergiya preparatlari berilgan yoki doimiy o'sha burunga sepiladigan dorilar, boshqa shamollash, bu deb antibiotiklar bilan davolangan holatlarni ko'rganmanda, shu 4 yildan keyin bir yaxshi shifokorni tavsiya etganimda ular bola tug'ma astma bo'ldi, bunga shuni o'ziga davo qilinsa boshqa hech qanaqa dorilar kerak emas degan fikrlarni aytishgan. Shunda 4 yillik bolani qiyinchiliklari ota-onani ko'z oldiga kelib yig'lab yuborishgan. Bunaqa holatlarda o'sha shifokorlarni kechirib bo'lmaydi-da. O'z vaqtida shunaqa to'g'ri tashxis qo'yilsa, bu davo chorasini o'sha necha foizini tashkil etadi. Ya'ni to'g'ri tashxis ham yarim davo deyishadi. Bu qanchalik to'g'ri? Astma qancha erta aniqlansa, buni tezda davolash ehtimolligi qanaqa? Juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. O'zi allergik kasalliklarda bu moyillik nasldan naslga o'tadi dedik-da. Homiladorlik davridan boshlash kerak. Onada allergiya bormi? Demak, bo'lguvchi farzandida o'sha narsa ehtimolligi bo'ladi. O'shani oldini olish uchun harakatlarni qilish kerak. Onalarimiz hozir nima qiladi? Tabiiy ko'krak suti bilan emizmaydi ko'pincha. Bu kuchayib ketishiga, allergiyani kuchayib ketishiga sabab bo'ladi. Tabiiy ona sutiga hech narsa yetmaydi. Kamida 2 yoshgacha emizsa, ularda har immunitetlar paydo bo'ladi, baquvvat bo'ladi, kasallikka tez chalinmaydi. Va o'sha homiladorlik paytida ham har xil kimyoviy vositalar, atrof muhitda, aromatizatorlar deymiz, boshqa hid beruvchi moddalar deymiz, yoki ko'pchilik yashash sharoitida yonimizda zavod bor deydi, fabrika bor deydi, havoning ifloslanish darajasi ham ta'sir qiladi. Oziq-ovqat mahsulotlari ham mana rang beruvchi moddalar juda ham hozir ko'p. Ta'm beruvchi vositalarni aytmaysizmi? Ularga aynimaslik uchun har xil kislotalar ham qo'shiladi. O'shanaqa narsalardan yiroqroq bo'lish kerak. Va tabiiy toza havoda ko'proq bo'lish kerak. Ba'zi bir onalarimiz e'tibor qaratamiz shu homiladorlik davrida energetik mahsulotlarni ichayotganlarini ko'ramiz. Uni tarkibida taqiqlangan moddalar bor, juda ham yomon moddalar bor. Sog'lom odamda ham nojo'ya ta'sirlar keltirib chiqadi, ayniqsa yuragiga. Juda katta ta'siri bor. Og'ir holatlar keltirib chiqadi. Shuning uchun tabiiylikka nima yetsin deydi, o'sha toza havo, tabiiy iqlim sharoiti, toza nima bo'lishi kerak. Yeyotgan narsasini ham tabiiyrog'ini tanlab yeyish kerak. Va eng muhimi stresslardan xoli bo'lish kerak. Mana shu stresslar ham ko'pchilik bekinib yotgan kasalligimiz qo'sh tirnoq ichida uxlab yotgan kasalliklarni uyg'otib qo'yadi. Va virusga chalinmaslik kerak. Viruslar ham xuddi shunaqa. Moyillikni uyg'otib yuboradi. Allergiyaga moyillikni uyg'otib, allergik kasallikni yanada tezlashib ketishiga
sababchi bo'ladi. Albatta bunga ahamiyat qaratasiz, chunki bizni bo'lajak onalar tomosha qilayotgan bo'lishlari mumkin. Aynan farzand ko'rish arafasida bo'lganlar tomosha qilayotgan bo'lishi mumkin. Ularga manfaatli bo'lishini xohlaymiz albatta. Farzandingizga juda azob beradigan kasallikni sovg'a qilib qo'ymang, iltimos, hurmatli onalarimiz. Bola dunyoga kelgandan so'ng bolam soppa-sog' edi, o'z-o'zidan shunaqa bo'lib qoldi emas. Unga o'zimiz qadam qo'yamiz aslida. Demak, hatto homilador bo'lishdan avval boshlanadi farzandga bo'lgan e'tibor, parvarish. Bo'ldi, donolikni yig'ishtiramiz. Keyingi qo'ng'iroq egasini qabul qilaman. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tanishamiz yaqinroq va savolingizni taqdim etishingiz mumkin. Qashqadaryodan Malikaman. Yoshim 34da. Marhamat. Malikalarni nima bezovta qilyapti? 20 yoshimdan keyin bir 22 23 yoshim adashmasam ungacha umuman allergiya bezovta qilmaganda. Bir nimadir choqdi, nima choqqanini bilmadim. Xuddi bir nimada hasharot choqqanda keyin eshkan bo'lib ketdim. Shundan keyin 1 yil 2 yil pasta choqsa ham allergiya bo'ladigan bo'lib yurdim. Keyin yana o'zi yo'q bo'lib ketdi. 3 yil oldin bir davolandimda. Allergik antibiotik osma oldim, variorida ismi. Shundan keyin ana endi issiqda yozda tanamda esgan boshlanar esagim. Dori ichsam ketadi, ko'p dorilar ham ta'sir qilmaydi. Issiqda bo'laman, salqin tushsa ketadi. Hozir yana bir 15 kundan beri boshlaganman. Dorilar ta'sir qilmayapti. O'shanga aytaman, yo hasharot chaqqandan paydo bo'lganmi, yo antibiotikdan reaksiya berdimikan. Aniq chuqur anosiga doktorlar tekshiryapti, lekin hali tagiga yetgani yo'qda, nimadan nima bo'lgan. Tushunarli. Yana bitta savol, kichkina o'g'lim men oddiy shamollasam bo'g'ilib nafas qoladi. Nimadanikin burunlari bitib, qirillab qoladi. 6 yoshli o'g'lim. Birorta shifokorga ko'rsatdingizmi ularni shunaqa holatda? Ko'rsatdik. Shu uni ham davolanadi. Davolangandan keyin yana shamollasa shu ahvolda. Davolatamiz, doktorlarga ko'rsatamiz, davolangandan keyin shu ahvolda. Allergiya shunaqa tashxislar qo'yishdimi ularga yoki shunchaki shamollash o'tib ketadi, shunaqa gaplar bo'ldimi? Mana nafas yo'lida shamollash bor deydi, lechina olsa tuzalib ketadi, lechina olgandan keyin yaxshi bo'ladi. 1-2 shamollaganda yana qaytalanadi. Yana o'sha xirillash kuzatiladi, to'g'rimi? Nafas. Shunday nafas qisib, ana bo'lib qoladi, burunlari bitib, shillab qoladi. Tushunarli. Demak, birinchi savollariga javob beradigan bo'lsa, ko'pchilik bemorlarimiz keladi. Men hozir 40 yoshdaman yoki 20 yoshdaman. Shu paytgacha umuman allergiya bezovta qilmagan. Bitta ari chaqdi, shundan keyin doriga ham paydo bo'ldi, oziq-ovqatga ham paydo bo'ldi, boshqasi. Bu bemorimizda o'z allergiyaga moyillik bo'lgan. Gen orqali o'tadi deb ba'zi insonlarda yuzaga chiqmaydi. Boya aytganimizdek, hali qo'shtirnoch uxlab yotadi. O'sha chaqqan ari o'sha allergiyani uyg'otib yuboradi. Uyg'otib yuborgandan keyin u yana dorilarga nisbatan ham paydo bo'lishi mumkin, oziq-ovqatga ham, changga ham paydo bo'lishi mumkin. U otasidan yoki onasidan yoki buvisidan moyillik o'tgan bo'lishi mumkin. Ko'pchilik bemorlarimizda Coviddan keyin allergiya paydo bo'lib qoldi deydi. Lekin Covid bo'lganlar qancha, hammasida ham allergiya bo'lmayapti. Allergiyaga moyilligi bor odamlarda Covid virusi uyg'otib yubordi, qo'zg'atib yubordi va keyinchalik yana kengayib ketaverdi. Bu o'zi bularda ham allergiyaga moyillik bo'lgan. O'sha ari uyg'otib yuborgan. Keyin antibiotikka, keyin boshqalarga. Farzandlariga ham moyillik ona tomonidan o'tgan. Menimcha o'g'il bola bo'lishi mumkin. 6 yoshli o'g'lim dedilar. O'g'lim dedilar. Onadan ko'proq o'g'il bolalarga o'tish ehtimoli ko'proq. Bolalarda aytadi, bolamda yaqinda yosh paytida paydo bo'ldi, menda keyin paydo bo'lgan-ku degan savollar bo'ladi-da. Ularda kechroq uyg'ondi, o'sha allergiyasi, bolada o'sha vaqtliroq uyg'ondi. Vaqtliroq uyg'otadi degan. Chunki bunga sharoitlar yetarli. Albatta, u vaqtliroq uyg'otgan narsa nima? O'sha gripp virusi bo'ladimi, stress bo'ladimi, atrof muhit bo'ladimi, havoning ifloslanishi bo'ladimi? Hozirgi yosh bolalarda ko'payib ketgan allergiya.
bularda ham agar g'ishillash xirillash deymiz spazm bo'lgan paytda xirillash bo'ladi, g'ij yoki changga borganda g'ishillab qoladi, ko'proq yursa yugursa g'ishillab qoladi yoki bitta shokolad yesa nafas qilsa bo'g'ilib qoladi. Bularda ham ehtimol ko'proq allergik bronxial astma balkim boshlanishi bo'layotgan bo'lishi ham mumkin. Uni aniqlash kerak. Darrov aniq tashxis qo'yib sababini aniqlab turib o'sha yosh bolalarni ham vaqtida oldini olsa astmaga o'tib ketmas balkim. Bo'lmas. Shuning uchun mutaxassisga, yaxshi mutaxassislarga uchrab aniq tashxis qo'yib davolatish kerak. Iltimos buni oldini oling. Farzandingizning butun hayoti hali oldinda. U sizga sog'lom kerak, u hammaga kerak, jamiyatga kerak sog'lom bolalar. Shuning uchun imkon qadar bu jarayonga bee'tibor bo'lmaysiz. Mana tekshiruvlar juda ham ko'p bugungi kunda. Albatta uni davosi bor, chorasi bor. Vaqtingizni va mablag'ingizni ayamang, ayniqsa farzand uchun. O'zidan ham ko'ra ota-onalarimiz farzandlarini joni og'risa, butun dunyo qorong'u bo'lib ketadi ko'zlariga. Shuning uchun bolajonlarni ehtiyot qilamiz. O'zingizni ham. Navbatdagi qo'ng'iroq egasi borlar yana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Televizorning ovozini pasaytirib, telefon orqali gaplashamiz. Ha, xo'p, mayli. Ismingiz, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Savolingiz? Jizzaxdanman. Alo. Eshityapmiz sizni. Jizzaxdan Diloramman. Marhamat. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Boshidan boshlandi. Jizzaxdanman. Hozir yana qayta takrorlayverasiz televizorning ovozini pasaytirmasangiz. Jonli efir, iltimos, bizni to'g'ri tushunasiz. Bizni ko'rayotgan boshqa nigohlar uchun pasaytib qo'ydim televizorning ovozini. Telefon orqali gaplashing. Marhamat, savolingiz? Savolim, burnim qichiydi. Shu yoz oylarida ko'zim qizarib, shu yosh oqadi. O'shanda nima maslahat beradi menga vrach? Yoz oylarida deyaptilar. O'sha yoz oylarida o'simliklar, o'tlarning gulchangi ularga allergiya beradi. Havo orqali keladi. Ular juda ham mayda bo'ladi, ko'zga ko'rinmaydi. Ayniqsa ko'pchilik aytadiki, ertalabki salqin paytda aksirib qolaman. Kechqurun salqin tushayotganda, o'sha paytda u havoda konsentratsiyasi ko'payar ekanda. Endi bularda o'simlikdan allergiya o'tlardan polinoz deyiladi. O'sha o't o'lanlardan uzoqroq yurishlari kerak. Agar iloji bo'lsa mutaxassisga murojaat qilib qaysi o'simliklarligini aniqlash kerak bo'ladi. Hozirgi paytda simptomatik davo, allergiyaga qarshi antigistamin dorilardan ichib tursalar va burunga mahalliy steroid spreylar bor, flutikazon yoki mometazon tarkibli, ularni sepib tursalar mavsumni o'tkazib oladilar. Keyin noyabr, dekabr oylarida sababini aniqlab o'shanga qarshi asid terapiya qilsa bo'ladi. Imkon qadar bunga e'tiborli bo'ling, chunki kichik muammolar katta va yechimsiz holatlarga aylanmasin. Biroz qo'rqitib qo'yishga majburmiz, chunki biz shunaqamiz, ayniqsa toki jonimiz og'rib, jonimizdan o'tmaguncha shifokorga bormaymiz. Shuning uchun hamma narsani oldini olgan yaxshi. Xushnud aka, savol berishga ulgura olmayapman ham, chunki teletomoshabinlarimiz umumiy tushunchalarga ham ega bo'lishi kerak. Aynan shunaqa fikrlar bor, shaharlarda allergik kasalliklar ko'p bo'ladi deyiladi. Bu qanchalar o'z isbotini topgan, bu to'g'rimi bu fikrlar? Juda ham to'g'ri. Qishloq aholisiga nisbatan shahar aholisida allergiya ko'p. Nimaga degan savol tug'iladi. Qishloqda tabiiylik ko'proq. Shaharda zavod, fabrika deymiz, havoni ifloslanishi, industriya, avtomobillar, stress, asab tizimi kasalliklari, tezlashgan. Mana shu narsalar hammasi bu allergiya holatini keltirib chiqaradi. Bu yerdagi yaxshi hid chiqib tursin deb kimyoviy vositadan sepib qo'yishadi. Infeksiya yuqmasin deb xloramin bilan yuvishadi. Yoki bir ikkita nima ko'rib qolsak, hasharot ko'rib qolsak, uni kuchli dorilar bilan o'ldirish uchun yo'q qilishga urinib, kuchli ta'sir qiluvchi kimyoviy vositalarni ishlatishi mumkin. Shuning uchun shaharda ko'proq. Qishloqda havo toza bo'lsa, tabiiy bo'lsa, yeydigan narsa ham ko'proq tabiiy. Shuning uchun u yoqda kamroq bo'ladi. Ana shunaqa. Qishloqqa ham chiqib turish kerak. Toza havoga. Albatta. Endi ko'pchilik mana
shaharda yashashni, hamma narsa to'kis bo'lgan, hamma narsa bir qadam bo'lgan joyda, sharoit yaxshi bo'lgan joyda yashashni ko'proq istab intilishadi hamda endi. Lekin hozirgi kunda qishloqlarimiz ham hech qanday shahardan kam joyi yo'q. Bunaqa holatda mana shunaqa tomonlarni ham inobatga oling. Katta rahmat aytamiz, bizga savol yo'llayotganlar bor. Bemalol Telegram manzildan ham Madaniyat va ma'rifat telekanalining rasmiy sahifasiga savol yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ysangiz, menimcha maqsadga muvofiq siz uchun kerakli bo'lgan dasturlar haqida ogohlantirishlar bo'ladi u yerda va umuman oila a'zolari bilan mazza qilib ko'radigan, yaxshi ma'lumotlarni oladigan va bugungi kunga xos mos bo'lgan telekanal deb o'ylayman. Ayniqsa farzandlarni chalg'itib qo'ymaslik uchun yaxshi telekanaldasiz. Davom etamiz, qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Jonli efirni ko'ryapsiz. Bemalol ekraningizda raqamlar bor. Mavsumiy allergiya bugungi mavzuyimiz, umuman allergiya bilan bog'liq bo'lgan bemalol sizda savollar bo'lsa, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin deganimni eshitganlar bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Tanishib olamiz, keyin savolingizga o'tamiz. Men Surxondaryodan Qariboma. Men doimiy ko'zdan tinimsiz suv keladi, burndan suv oqadigan bo'lib qoldi-da, top toza suvday ulgurmasam chak yomg'ir tomganday bo'lib shunday holatga tushib qolaman. Asabimga shu narsalar ta'sir qiladi. Men bir 2-3 kishini o'rtasiga borganda o'zimda noqulay sezaman-da, shunday paytlar odamlarga kirishga o'zimda nima qilyapman-da. Shuna bir maslahat so'ramoqchiman. Noqulay his qilyapsiz. Qancha bo'ldi? Elzit iste'mol qilyapman hozir. Onda-sonda. Qanchadan beri bu xastalik bilan kurashyapsiz? Bunaqa holat bilan? Ancha bo'lib qoldi. Ancha bo'lib qoldi. Birorta shifokorga bordingizmi, ko'rindingizmi? Shifokorga ko'zimda operatsiya qildirayotganda 20-yil bordim. Mana shpirtga uy nimalardan, changlardan deydi. Shundan nima qilsam ham baribir bo'ladigan bo'lyapti-da, Toshkentga ko'rsatdim. 5 yildan beri lekin ko'rinmayaptilar shifokorga. Agar doimiy bo'ladigan bo'lsa, demak ko'proq uy changi kanachalari bo'ladi. Uy changi kanachalari bu boya aytganimizdek, o'sha quyosh tushmaydigan joylarda, zaxroq joylarda, o'sha ko'pchilik yotoqxonasiga quyosh tushmaydi. Shularni to'g'irlashlari kerak bo'ladi bularda. Menimcha tekshirganda ham uy changi kanachasidan chiqishi mumkin. Yoki uyda hayvon bo'ladigan bo'lsa, hayvonlarga bo'lishi mumkin. Agar mavsumiy bo'lsa, bu o'simliklar guli bilan bog'liq. Bahordan kuzgacha bo'ladi. Endi hozir bularga simptomatik davo birinchi o'rinda o'sha Elset ichmayman dedilar. Elset ham o'sha ikkinchi avlod nimalari bo'ladi. Dorilari bularni zarari yo'q, faqat haddan tashqari uzoq muddat ichsa baribir jigarga ta'sirini o'tkazadi. Ichib tursalar bo'ladi va burunga spreylardan o'sha tarkibida mometazon bo'lgan yoki flutikazon bo'lgan spreylarni kuniga 2 mahal ertalab kechqurun sepib tursalar ancha kamayadi. Va uylarni o'sha boya aytgandek quruq saqlash kerak, quyosh tushadigan qilish kerak, pardalar bilan yopib tashlamasinlar. Hop, pastellarni, choyshaplarni deymiz, o'sha quyoshga chiqarib yoyib turishlari ham katta yordam beradi. Va keyin imkoniyat darajasiga qarab nimadan allergiya borligini aniqlatsalar, keyin unga qarab bitta yechim topiladi. Rahmat, menimcha ular eshitdilar fikrlaringizni. Navbatdagi qo'ng'iroq egasi borlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Marhamat, savolingiz, ismingiz? Men Andijon shahridanman, 56 yoshdaman. 1 yildan beri shu toshmalar bo'lyapti. Davolandim. Lekin natijasi bo'lmayapti. Menga allergiyadanmikin deb endi allerg bo'lib ko'chiramoqchi edim. Menga aniq tashxis, aniq davo kerak. Shunga doktordan maslahat so'ramoqchi edim. Davolandim, terapevtda ham davolandim. Nima tashxis qo'yildi? Ko'zlarda ham davolandim. Qanaqa tashxis qo'yishdi sizga? Tashxis qo'yish bera olmayapti-da. Kimdir jigardan deyapti, kimdir ichakdan deyapti, kimdir manaqa nerv stressdan deyapti. Xullas shunaqa, aniq javob yo'q. Endi teridagi toshmalarni turi juda ham ko'p. Allergik toshmalar bo'ladi. Allergiyaga bog'liq bo'lmagan toshmalar bo'ladi. Eshak yemini o'zi ham
60-70% holatda allergik bo'lmagan eshak yemi turlari bor. Ularni aniqlash uchun 1 yil deyaptilar, surunkali holat. Ularni aniqlash uchun tekshiruvlarni o'tkazishimiz kerak. Jigar, o'tqob, oshqozon osti bezi, qalqonsimon bezlarni uziy tekshiruvlarini qilish kerak bo'ladi. Qon analizlarini ko'rishimiz kerak bo'ladi va kerak bo'lsa allergiya testlarini ham qilishimiz kerak. Bu yerda haqiqiy allergiyami yo soxta allergiyami? Allergiyani ham 2 xil turi bor. Haqiqiy allergiya bo'lsa bu organizmga allergiya modda tushgandan keyin immunologik mexanizm ishga tushib keyin gistamin degan moddalar chiqadi, immunoglobulin Y rol o'ynaydi. Shunaqa soxta allergiyada ular organizmga kirayotgan narsa o'zi tayyor gistamin bilan kiradiganlar bor. Masalan, qulupnay, malina, shishkalar, dukkakli mahsulotlar ko'pincha yolg'on allergiya, soxta allergiya chaqiradi. Buni qayerdan bilasiz? Mana doktor dedi 3 ta, 4 ta qulupnay yesam hech narsa qilmaydi. O'tirib 1 kilo yeb qo'yibman, miyog'imga toshib ketdi dedi. Agar haqiqiy allergiya bo'lsa, yarimta qulupnay yeganda u toshib ketishi kerak. Dorilar ham xuddi shunaqa. Agar haqiqatdan shu doridan bo'lsa, yarimta, masalan, aspirindan ko'pincha bo'ladi. Yarimta aspirin yeb, hatto reanimatsion holatga ham tushib qolganlar bo'ladi. O'shalarni aniqlashimiz kerak-da, bular juda ham keng miqyosdagi soha hisoblanadi. Qon analizlari kerak bo'ladi. Sababini aniqlash ko'pincha mushkul holatga, asab tizimi ham rol o'ynaydi. Oshqozon ichak tizimi, ich qotishlar, bu hammasi bir-biriga bog'liq. Shularni o'rganib, keyin bitta xulosa qilib davolash kerak bo'ladi. Albatta. Bir emas, bir nechta o'sha faktorlar bor bu yerda. Ular albatta inobatga olingan holda imkon qadar o'zingizga e'tiborli bo'ling, kasal bo'lmang, sog' bo'ling. Hali tashxis aniq emas deyapsiz. Demak, o'zingiz sudsiz. Shuning uchun yana ham ko'proq sog'lik haqida qayg'urish kerak. Bitta shifokordan agar siz kutgan natija bo'lmadimi, yaxshi shifokorlarni izlashda davom eting. Shu o'rinda endi menimcha biroz maqtasam mubolag'a bo'lmas. Mana o'zimiz ham eshitdik jonli ravishda. Shundaki mabodo aynan sizni oldingizga kelaman deydiganlar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni yo'li tushib qolsa, sizni izlab kelsa, ijtimoiy tarmoqlar orqali topishsa bo'ladi. Instagram sahifasida qanday sahifangiz? Shuni aytib keting, mabodo imkoni bo'lsa sizga yozishadi, siz bilan bog'lanishadi. Telegram guruhimiz ham bor, Instagram tarmog'imiz ham bor. Dr. pastki chiziqcha Ahmedov bilan izlashsa, doktor Ahmedov demak. Doktor Ahmedov izlasalar, Instagramga o'tadilar. Erta bemalol Telegram guruhga ham o'tsa bo'ladi. Bemalol qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Sog' bo'ling. Yana savol bor bizda, katta rahmat. Meni savollarimga fursat ham yetmayapti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Rahmat. Rahmat. Doktorga savolim bor edi. Marhamat. Menda allergiya bor. Har yili bahor oyida meva guli ochilishi bilan to meva guli to'kilguncha har yili bir oy allergiyam bor-da. Endi unga zadak ichib yuraman, foydasi bo'ladi. Maska tutib yuraman, foydasi bo'ladi. Unga davolangan bilan baribir qishlar shunaqa meva gullari ochilgan joyda yurganim bilan davolanganim bilan foydasi bo'ladimi, bo'lmaydimi? Lekin maska tutib yuraman, yaxshi yuraman. Maska tutmasam tushkuraman, tanglayim, burnim, qulog'im qichiydi. Tushunarli. Ularda polinoz degan kasallik bor. Polinoz degani o'simlik gulchanglariga allergiya. Bu burun shilliq qavatlari, ko'z shilliq qavatlarga tushgandan keyin o'sha yerda allergik jarayonni yuzaga keltiradi. Birinchi o'rinda qichishlar bilan, qizarishlar bilan va shishlar bilan ro'yobga chiqadi. Ularda o'sha paytdagi gullaydigan o'tlarni sababini, o'tlarni aniqlab olib, keyin boyagi maxsus davo, vaksina qilishimiz kerak. Ungacha bo'lgan holat, mana maska taqaman deyaptilar, juda ham to'g'ri ish qilar ekanlar. Ko'chaga chiqishdan oldin burun ichiga, shilliq qavatiga yog' tomizib yoki mazli, aksalin mazni surtib, keyin paxta matoli niqobdan, maskadan taqib olsa ancha ushlab qoladi. Maska ham ancha o'sha tushayotgan havo tarkibidagi allergenlar ushlab qoladi va bu yoqdagi mazimiz ham ancha ushlab qoladi. Keyin uyga kirgandan keyin ko'zni, burunni, shilliq qavatlarini yuvib tashlab, nima qilsa, keyin mexanik tozalash bo'ladi, uyda bemalol o'tiraveradilar. Bu umumiy yengillashtiruvchi vositalar hisoblanadi. Keyin zodak dorisini aytdilar, zodak bu sitrizin guruhi dorisi hisoblanadi, sitrizin modda.
mavsum paytida 1 oy, uzoq bilan 2 oy ichsa bo'ladi, lekin ozgina uyqu chaqirishi mumkin ba'zi hollarda. Agar sizda uyqu chaqirmayotgan bo'lsa, mavsum o'tgancha ichib tursangiz bo'ladi. Lekin imkon qadar sababini aniqlab maxsus davo qilish kerak, chunki yildan yilga kuchayib ketishi mumkin. Ko'pchilik bemorlar keladi, o'tgan yil menda yo'tal yo'q edi, bu yil yo'tal qo'shildi. O'tgan yil nafas qisish yo'q edi, bu yil nafas qisish qo'shildi. O'tgan yil ani yengilroq o'tdi-da, o'shanga maxsus davo olishga vaqtim bo'lmadi, uncha e'tibor qilmadim. Qancha kasallik og'irlashaversa, shuncha tuzalish ham qiyin bo'laveradi. Albatta. Vaqti imkon qadar mana ko'rsatuvimiz bekorga emas. Bugun sizga o'sha bir signal bergan bo'lsak, bundan juda ham xursandmiz. Shuning uchun darrov kasallikni iziga tushing, uni izlab topib, uni tomirigacha quriting deydi-yu. Yaxshi mutaxassislar bor, bugun tibbiyot rivojlangan. Albatta, faqatgina e'tibor kerak xolos. Keyingi qo'ng'iroq egasi borlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaqinroq tanishamiz, savolga o'tamiz. Farg'ona viloyatiga qarabman. Men xo'jayinimda bir oydan bir alergiya bo'lib qoldida, keyin odamiga salsa nima endi hozir yaraga o'xshab o'tiryapti, baliga yopib ketgan joylari qorayib kuyib qoldi. Qop-qora bo'lib qoldi. Endi qip-qizil bo'lib kechqurunda rosa qisyapti-da, kunduzi ham uncha uxlanmayapti. Qasab qo'ysa bilmay qolib, nima o'yib olyapti, yara qilib. O'shanga nima qilish kerak ekan deb omad qichish to'xtamayapti. Necha yildan beri bu holat bo'lyapti? 1 oy dedi. Yo'q, 1 oydan beri endi. 1 oydan beri. Allergiyaga qarshi dorilar ichganda kamayadimi? Yo'q, uncha kamaymasdi-da, yana ketmagan o'xshab yana kuchayib ketdi. Nima? Boshlarida ham jarima bo'ldi. Boshlarida. Boya aytib o'tganimizdek, bu terida qichishlar ham bir necha xil kasalliklar simptomi bo'ladi. Teri kasalliklarida ham bo'lishi mumkin-da. Agar allergiyaga qarshi dorilar ta'sir qilmayotgan bo'lsa, dermatolog shifokori bilan maslahatlashish kerak bo'ladi. Sababini aniqlab davolagan maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, dermatolog bilan birgalikda hamkorlikda ishlashimiz kerak bo'ladi. Teri kasalliklariga borish kerakmi? Vrachga. Albatta, teri kasalliklari shifokoriga uchrashingiz kerak. Farg'onaga bor. Hamma viloyatlarda bor bu kasalxonalar. Albatta, faqatgina izlang. Hamma joyda bor hozir, bemalol shifo topishingiz mumkin. Erta aniqlash bu yarim davo. Shuning uchun juda ehtiyotkor bo'lasiz. Turmush o'rtog'ingiz baxtingizga omon bo'lsinlar. Umuman mana mavsumiy allergiya haqida gaplashdik. Mavsum mana endi bahordan kuzga qadar davom etadi. Aynan bu paytda umuman mavsumiy allergiyasi bor bo'lgan bemorlarimiz qat'iyan nimalarga amal qilishlari kerak? Demak, birinchi o'rinda iloji boricha zarurat tug'ilmasa, ko'chaga chiqmaslik kerak. Chunki ko'chada mana bugun ham kuchli shamollar bo'ldi. Shamol bilan birgalikda o'sha o'simlik gulchanglari tezroq yetib kelyapti. Iloji boricha chiqmaslik kerak. Agar chiqadigan bo'lsak, bu aytganimizdek, burunni ichiga maz surtib yoki yog' tomizib, keyin maska, ya'ni niqoblar, iloji bo'lsa paxta matoli niqob bo'lsa juda ham yaxshi. Shu bilan ko'chaga chiqsa bo'ladi va uyga kelgandan keyin ko'z, burun, shilliq qavatlarini yuvib tashlash kerak bo'ladi. Va hamma aytgan dori darmonlarni ham qabul qilaverish kerak emas. Mana ko'pchilik o'simliklarni gulchangida allergiyasi bor bemorlarda dorivor damlamalarga allergiya bo'ladi. Ko'pchilik mana bu damlamadan yaxshi bo'libdi, o'rtog'im bundan qo'shnim yaxshi bo'libdi deydi. O'sha allergiya bo'layotgan modda o'sha o'simlikda damlamasi bo'lib qolishi mumkin. O'shanda battar kasallikni kuchaytirib yuborishi mumkin. Bitta bemorimda hali esimdan chiqmaydi. Allergiyasi bor, o'sha bahor kuzda bo'ladigan, ichi qotib qolgan, klizma qilishga ramashka bilan qilgan. Mani allergiyam bor desa, ramashka hech narsa qilmaydi, hammaga qilamiz deganda, qilishgan, yo'lda mazasi qochib qolgan. Anafilaktik shokka tushib, reanimatsiyaga zo'rg'a yetib qolgan. U bemorimizda o'sha ramashkadan allergiyasi bo'lgan ekan. Bu vaqtida aniqlanmagan. Vaqtida aniqlanmagan, hattoki klizmada ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Nafas olayotgan nafasimizda ham qaysi joyga borib nafas olyapmiz. Ko'pchilik bemorlarda mushukda allergiya bo'ladi-da. Bir kun oldin mushuk o'tirib ketgan bo'lsa shu joyda, o'sha joyga borganda ham nafas. Hatto ularga shu ham ta'sir qiladi. Shu ham ta'sir qiladi. Dorilarda ham xuddi shunaqa. Hali esimdan chiqmaydi, bitta
qo'shni palatadagi bemor pensilin olayotgan ekan, bu yoqdagi bemor pensilin allergiyasi bor. Hididan shokka tushgan. Hididan shokka tushib qolgan. Shunaqa ta'sirchan bo'lishar ekan, demak, allergiyasi bor bemorlar ko'pincha allergiya kasalliklarini bu sovg'a kasallik deb atashadi. To'satdan o'sha endi mana baribir sababi bo'ladi, biz unga qanaqadir moyillik tug'diramiz, lekin to'satdan paydo bo'lib qolishi mumkin va agarda bu kasalligi bo'lmagan insonlar bizni tomosha qilayotgan bo'lsalar ham aytib o'tilgan holatlarga ahamiyatli bo'lasiz. O'zingizni shu aynan allergiyaga moyilligi bo'ladigan jarayonlardan ehtiyotkorlik bilan ushlab turasiz, nazoratda ushlaysiz. Aynan bugungi kunda sog'likka yana ham ko'proq e'tibor beriladigan bir zamon deb o'ylayman. Chunki kimyoviy vositalar ko'payib ketgan, har bir yeb ichayotgan mahsulotimizda qo'shimchalar juda ham ko'p. Bunisiga ahamiyatli bo'lish kerak. Imkon qadar uyda tabiiy ovqatlardan tanovul qilish kerak. Ko'chada ovqatlanadiganlar ham ko'p hozir. Ko'proq o'sha ko'cha taomlarini iste'mol qilishadi yoki yarim tayyor mahsulotlarni xush ko'rishadi, tez tayyor bo'ladi deyishadi. Fast food mahsulotlaridan ko'p foydalanishadi. Turli tuman rangli ichimliklar, energetik ichimliklar, bularning barchasi o'sha sizni sog'ligingiz uchun katta ziyon ekanligini yodingizdan chiqarmang. Xushnud aka, siz bilan vaqtimiz juda ham mazmunli o'tdi. Ishoning, o'zim uchun ham juda katta bilimlarni oldim. Har bir sog'ligiga be'tibor bo'lmagan inson har hafta Madaniyat va ma'rifat telekanalida doktor javob beradi ko'rsatuvini ko'rishi shart. Yana qanaqa tavsiyalar berasiz? Chunki bir necha daqiqalar qoldi dasturimiz tugashiga. Tavsiyalarimiz umuman allergiyasi bor insonlar nimalarga ahamiyat berib yurishsin yoki allergiyaga chalinmaslik uchun nimalarga ahamiyat beraylik? Demak, allergiyasi bor insonlar o'sha allergolog shifokori tavsiya qilgan barcha tavsiyalarga ahamiyatli bo'lishi kerak. Bu hech narsa qilmas, buni yesam hech narsa qilmas yoki men bu yoqqa chiqsam hech narsa qilmas degan nafsni ham vaqtida tiyishni bilish kerak bo'ladi va dorilarni vaqtida ichish kerak bo'ladi. Va doridan allergiyasi bor bo'lgan bemorlarimiz qaysidir doridan allergiya bo'lib qolgan bo'lsa, o'sha dorini bular bir umrga eslab qolish kerak. Hattoki kimyoviy nomini ham eslab qolish kerak. Chunki biz tirik jonmiz, issiq jonmiz, qachondir qaysidir dorini ichishimizga to'g'ri kelib qolsa, bilmasdan o'sha dorini yana ichib qo'yadigan bo'lsa, og'ir holatlarga tushirib qo'yishi mumkin. Hattoki shok holatlarga ham tushirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun har bitta bemorlarimiz mutaxassisni nazoratida bo'lib, mutaxassis aytgan nimalarni yo'lga qo'yish kerak. Davo choralarini ko'rish kerak deb o'ylayman. Albatta. Katta rahmat aytamiz Xushnud aka. Sog' salomat bo'ling. Sizni bemorlaringiz ham, sizdan shifo topganlar ham hozir sizni ko'rib xursand bo'lishdi. Shifokorni o'zi, so'zi, yuzi, uni bilimi hammasi davo aslida. Siz ham mana shunday shifokorlardan ekanligingizga amin bo'ldik. Yana dasturlarimiz orqali sizni kutib qolamiz. Tashakkur aytamiz ketkazgan vaqtingiz uchun, rozi bo'lasiz. Muxlislar nomidan ham sizga tashakkur aytmoqchiman. Dasturimiz esa har hafta payshanba va juma kunlari soat 18:00 dan 19:30 ga qadar bo'lib o'tadi. Sog'ligiga befarq bo'lmaganlar aynan bu dasturni ko'radi. Kelasi hafta yana doktor javob beradi deya uchrashish nasib etsin. O'zingizni ehtiyot qiling. Sog'liqni dunyodagi mana degan boylikka ham almashib yoki sotib olib bo'lmaydi. Uni borida qadrlang. Omon bo'ling. Bizdan yiroqlashmang, munosib taqdimlar shu yerda. Katta rahmat.